Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Yorqin lahzalar kanaliga xush kelibsiz. O'zbekiston terma jamoasi 2026-yil AQSh, Meksika va Kanada maydonlarida bo'lib o'tadigan jahon chempionati uchun yo'llanmani qo'lga kiritdi. Timur Kapadze boshchiligidagi jamoa A guruhida 21 ochko to'plab mundial chiptasiga ega chiqdi. Endi ko'pchilikda savollar paydo bo'lishi tabiiy. Jahon chempionatiga chiqdik. Bu biz uchun qanday ijobiy, salbiy tomonlarga ega? Aslida mundial ishtirokchisi bo'lish nafaqat mamlakat imijini, balki O'zbekiston futboli va butun mamlakat uchun iqtisodiy hamda rivojlanish imkoniyatlarini kengaytiradi. 2026-yilgi FIFA Jahon chempionati tarixidagi eng yirik futbol musobaqasi bo'lishi kutilmoqda. Ushbu turnir uchun FIFA tomonidan ajratilgan jami mukofot fondi 896 million dollarga yaqinlashadi. Bu esa 2022-yilgi 440 million dollardan 2 baravar ko'pdir. Turnirda ishtirok etadigan jamoalar sonining 32 tadan 48 taga oshirilishi ham mukofot puli tizimiga o'zgarishlar va yangi imkoniyatlar yaratadi. Shuningdek, FIFA 2022-yil Qatarda bo'lib o'tgan mundialdan so'ng salkam 4 milliard dollar zaxiraga ega bo'lgan. Mukofot pullarining oshishi 2022-yil ishtirokchi jamoalarga FIFA tomonidan berilgan mukofot pullari tarixidagi eng yuqori miqdor hisoblanadi. 2026-yilda esa ushbu raqamlar kamida 30-40% ga oshishi taxmin qilinmoqda. Bundan FIFAning televideniya va homiylik shartnomalaridan tushgan daromadlarning o'sishi asosiy rol o'ynaydi. 2022-yilgi Jahon chempionatida jamoalar olgan mukofot pullari quyidagicha: g'olib jamoa 42 million dollar, finalchi 30 million dollar, 3-chi va 4-chi o'rin egalari 27 million va 25 million dollar, chorak finalchilar 17 million dollar, guruhdan chiqmagan jamoalar 9 million dollar. 2026-yilda bu raqamlar yanada o'sishi kutilmoqda. Har 4 yilda bir marotaba bo'ladigan turnirning mukofot pullari yil sayin oshib borayotganini ko'rish mumkin. Masalan, 1982-yilda turnirda jami 20 million dollar mukofot puli ajratilgan bo'lib, g'olib Italiya jamoasi finalda G'arbiy Germaniyani 3-1 hisobda mag'lub etib, 2,2 million dollar olgan edi. Keyingi yillarda mukofot puli asta-sekin oshib bordi. 1986-yil Meksika 2,8 million, 1990-yil Italiya 3,5 million, 1994-yil AQSh 4 million, 1998-yil Fransiya 6 million, 2002-yil Janubiy Koreya va Yaponiya 8 million dollar. 2006-yil Germaniyada bo'lib o'tgan turnirda esa g'olib Italiya jamoasi 20 million dollar olib katta sakrashni amalga oshirgan. FIFA 2010-yil Janubiy Afrikada bo'lib o'tgan musobaqaga jami 420 million dollar pul ajratgan bo'lib, chempionlikni qo'lga kiritgan Ispaniya terma jamoasi 30 million dollar mukofot puli olgan. 2014-yil Braziliyadagi turnirga 576 million dollar ajratilgan. G'olib jamoaga 35 million dollar. 2018-yil Rossiyadagi jahon chempionatida esa umumiy 791 million dollar ajratilib, g'olib Fransiya terma jamoasi 38 million dollar mukofot puli olgan. O'zbekiston terma jamoasi qancha pul ishlab olishi mumkin? O'zbekiston terma jamoasining 2026-yilgi jahon chempionatida qatnashishi va muvaffaqiyat qozonishi mamlakat uchun katta iqtisodiy imkoniyatlarni yaratadi. Jamoaning erishgan natijalariga qarab quyidagi mukofotlar kutish mumkin. Guruh bosqichida ishtirok etgan jamoa taxminan 9-12 million dollar. Guruh bosqichidan chiqib 17-32 o'rinlar orasida bo'lsa 12-15 million dollar, guruhdan chiqib 9-16 o'rinlarni egallasa 15-20 million dollar, chorak finalga chiqsa 20-30 million dollar, yarim final va undan yuqori o'rinlar bo'lsa 30 million dollardan ortiq mukofot. Tasavvur qiling, O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionati finalga qadar yetib borib, g'oliblikni qo'lga kiritdi. U holda quyidagi summalarni qo'lga kiritishi mumkin. Misol sifatida O'zbekiston guruhda qatnashish 10 million dollar, guruhdan chiqish 15 million dollar, jami 25 million dollar. Chorak finalga chiqish 20 million dollar, jami 45 million dollar. Yarim finalga chiqish 30 million dollar, jami 75 million dollar. Finalga chiqish ikkinchi o'rin 30 million dollar, jami 105 million dollar. G'olib bo'lish 42 million dollar, jami 147 million dollar. Shuningdek, FIFA har bir finalga yo'l olgan jamoaga tayyorgarlik xarajatlarini qoplash uchun millionlab dollar ajratadi. Bu mablag'lar jamoaning musobaqaga tayyorlanishda muhim rol o'ynaydi. Mukofot pullari qanday taqsimlanadi? Mukofot pullari FIFA tomonidan milliy futbol federatsiyalariga beriladi. O'zbekiston futbol federatsiyasi esa bu mablag'larni jamoaga, o'yinchilarga, murabbiylarga va boshqa zarur ehtiyojlarga yo'naltiradi. Shu sababli futbolchilarning oladigan mukofotlari federatsiyaning ichki qaroriga bog'liq bo'ladi.
Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli futbol ishqibozlari? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.